Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Alloh taologa hamdlar bo'lsin. Robbimning fazli bilan bugun mana 17-dekabr Shoh Muhammad boshchiligida kelgan umra gruppasi erkaklari bomdod namozini Rasululloh sallallohu alayhi va sallam masjidlarida o'qib, Qubo masjidi tomon yurdik. Aynan Rasululloh sallallohu alayhi va sallam sunnatlarini tiriltirgani. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam shanba kuni bomdod namozini o'zini masjidlarida o'qib, zuho namozini o'qish uchun Quboga borardilar. Qubo ko'chasi, Qubo Nozir, Qubo Tala degan ikkita ko'cha bor. Hozir inshaalloh shu yo'lni bosib o'tamiz. Bu esa guruhimiz yigitlari. Alhamdulillah. Hammalari zo'r. Xo'p, Qubo masjidiga ketyapmiz. Mashallah. Rozi bo'lsin. Salom hammaga. Salom. Dininglar hammalaring. Mashallah. Salomlaring chaqirsin. Xo'p.